Keldingizmi dadasi? Ha, keldim. Nimaga qo'yapsan? Ha, no'xat tekyapman. Ertaga oshga no'xatlarni solib, no'xat cho'rvalar qilib ichamiz. Xudoga shukr. Mana shunday kunlarni ko'rish nasib qilar ekan. Shu xonadonga kelin bo'lib tushib kelib, birinchi marotaba seni agoratda ko'rishim. Dadajon, siz nima unaqa deysiz? Faqat o'zim ishlayman-ku огородda. Nima boshingizga do'ppi kiyib olgansiz? Tinchlikmi? Hech do'ppi kiymasdingiz. Ta'ziyaga do'ppi kiyma, kepka kiyaymi? Nima bo'ldi? Erkincholdi kampirini oxirgi manzilga kuzatdik-ku, xotin. Voy, juda yaxshi ayol edi-da. Ha, bilasanmi nima deb vasiyat qilib ketganini? Vasiyat ham qilibdimi? Vasiyat qilib ketibdi. Ha, nima deb vasiyat qilibdi? Mabodo men olamdan o'tgandan keyin biron marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, qabrimni bir marta aylanasiz. 2 marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, 2 marta aylanasiz debdi. Dadasi, Ha? ertaga men ham qarib, vaqt soatim kelgandan keyin men ham ketsam, siz ham menga necha marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, o'shancha marta meni qabrimga aylanasizmi? Yo, xotin, birinchidan meni sog'lig'im ko'tarmaydi, ikkinchidan buncha ko'p aylansam boshim aylanadi. Nima?